Mercedesga qiziqqanlarga, Mercedes ko'p so'raganlar uchun Mercedes ML 350 gini topib qo'ydik. Akalar, bahaybat mashina. Bir paytlar buni orzu qilish uchun ham odam ozgina qo'rqqan, sababi juda ham qimmat mashina bo'lgan. Hozir narxini juda ham pastga tushirib qo'ydik. Rasxodidan umuman qo'rqmasangiz bo'laveradi. Bu 6.3 motorligi emas, 3.5 motor qo'yib qo'yilgan. Rasxodini ancha kamaytirib, qolmishiga propan gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Mashinamiz 2008-yil 274 ming yurgan. Lekin narxi juda ham shikolat. Bitta like bosib turing. Bu Mercedes'ning salon holatlari juda ham zo'r ekan. Molochin rangdagi Mercedes ML 350 akalar. Salon juda ham keng, lyuklarigacha bor. Bu mashinamizni propanda rasxodda hozirgi kunda 12 tagacha rasxod qilyapkan ekan. Endi u yog'i bosishingizga bog'liq. Bossangiz juda ham katta rasxod ham qilish mumkin. Endi u minishingizga bog'liq. Bu Mercedes ML 350 ning narxini inomarka Namanganda 13.300 dollarga, adashmadingiz, 13.300 dollarga tushirib qo'ydik. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi.